tekinga sizni tizzangizni tekshirib beramiz. Qani ketdik. Mana tizzani chashkasi, o'ynab turgan chashkasi, mana bu dumaloqcha chashka. Xo'p. Mana bu chashka tizzani. Bu doim o'ynab turish kerak, bu yoqqa, bu yoqqa. Qarang, agar sizda og'riq mana bu nuqtada bo'lsa, bilingki, ichkari yemirilish ketyapti. Bu artroz kasalligi. Mana bunaqasiga og'riq bersa. Bu artroz kasalligi. Agar sizda og'riq mana bunaqasiga past bilan og'riq bersa, atrofi aylanasiga og'risa yoki o'tirganda mana bunaqa turgan payti sanchib ketadigan bo'lsa, bilingki, bu Minsk kasalligi, ya'ni Minsk jarohati, Minsk yallig'lanishi, ya'ni ikkita tizzani orasida amortizatsiya vazifasini bajarayotgan Minsk jarohatlangan bo'ladi. O'shaning hisobiga bu og'riq beradi. Uni men sizga qanaqa uy sharoitida, artroz va artritni uy sharoitida qanday davolashni sizga ko'rsataman. Qani ketdik. Oyoqni olamiz va oyoq yerdan uziladigan xuddi shunaqa stol topib, oyoqni to'xtovsiz eng kamida 1000 ta, bo'lmasam 2000 ta qiling. Juda ham foydali, juda ham samarali mashq. Ikkita tizzani orasidagi suyuqlik qayta ishlashni boshlaydi va og'rib turgan tizzani og'riqlarni pasaytiradi. Hech qanday dori, hech qanday yonboshdan qilinadigan obezbolishuv ukollar kerak bo'lmaydi bunday holatda. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, buni tizzasi og'riydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Kimda kim mo'tqa disk churrasi yoki tizza bo'g'in kasalliklari bezovta qilsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Albatta o'zimiz yordam beramiz. Salomat bo'ling.